Onyx mashinamizga orqa zadoga almashyapti ekan, qaranglar. Bu yoqda bir qarich petno, karniz qismida ham mana bir qarich petno tushadi. Xo'p, endi ustakalar, sizlarga savol. Qanotimiz radnoy, u tomoni ham, bu tomoni ham. Mashinani ertaga bozorga olib chiqqandan keyin sotmoqchi bo'lsa, hamma kelib turib mana shu joylarni tekshiradi. Mana orqadan qaraydi, germetikalarni ko'radi. Xullas, bu mashina nima deb sotiladi? Orqasi ulangan deb sotiladimi, yo radnoy deb sotiladimi, yo hojaga mingan deb sotiladimi? Mana bu tomoni ham bir qarich petno tushadi. Lekin moshni qilib ichlari bilan billa, suvi bilan billa ulanyapti ekan. Mana zavadskiy chokidan. Kommentariyaga yozib ketinglar. Orqadan ko'rgan odam bu mashina toza ekan deydi. Chunki germetikalar chotga turibdi.